Noto'g'ri kasrni aralash kasrga aylantirish mavzusida mana bu usuldan foydalanib bolalarga tushuntirib ko'ring. Bu usul judayam bolalarda esda qolishiga yordam beradi. Noto'g'ri kasr nima? Surati mahrajidan katta bo'lgan kasr. 7 bo'lingan 2. Buni noto'g'ri kasrni aralash kasrga aylantirishimiz kerak. Buning uchun 7 ni bo'lishimiz 2 kerak 2 ga va qolgan qoldiqni topishimiz kerak. 7 dan ichida 2 3 marta bor. 3 kere 2 6 bo'ladi. 7 dan 6 ni ayirganda 1 qoladi. Xo'p, endi qoidasiga ko'ra bu yerdagi son mana bu yerga olib kelinadi 3 bo'lib, mahraj o'z holicha olib kelinadi 2 va mana bu yerda qolgan qoldi tepaga yoziladi. 1 7 o'yindan chiqib ketadi. 7 hech qayerga yozilmaydi. Ya'ni 7 ni 2 ga bo'lganda 3 butun 2 da 1. 3 va yarimga teng. Xo'p, endi buni esda qolishi uchun xuddi tasavvur qiling, bitta tarvuzimiz bor qo'limizda. Yaqinda nasib bo'lsa tarvuzlar pishadi, tarvuz mavsumi keladi. Tarvuzni pichoq bilan bo'lamiz. Pichoq bilan bo'lganimizda qo'limizda tarvuz tilimlari paydo bo'ladi. Tilimlarni yeb bo'lganimizdan keyin bizda oxirida qoladi tarvuz po'chog'i va urug'lari. O'shanda endi nomlarini bunga bog'lab tushuntiraman. Tarvuzimiz bu butun turgan holi mana bu 7. Ya'ni 7 ni 2 bo'lyapti. 2 ni o'rni esa pichoqda. Pichoq tarvuzni bo'lyapti. Shuning uchun bu bo'luvchi. Bo'luvchi, ya'ni 2 bo'luvchi. Tarvuz bo'linyapti. Ya'ni pichoqni vazifasi tufayli tarvuz bo'linyapti. Buni o'rnida 7 kelyapti. Bu bo'linuvchi. Bo'linuvchi. Va chiqqan natijamiz 3 bo'linma. Bo'linma. O'zini nomidan ma'lum, po'choq va urug'lar qoldiq. Qiziqarli bo'lgan bo'lsa, Telegram kanalimga obuna bo'ling va bundan ham qiziq videolarni kuzatib boring.